Assalomu alaykum qarindoshim. Qanday ahvolingiz, yaxshimi? Topdiki barliq qarindoshlar malamish vaqt xayrlik bo'lsin. Ma'vu qarindoshimizning ikki gapini angldim. Yaxshi temalardan, yaxshi nuqtalarni qo'yibdi. Men bu yerda bir ikki nuqtani fikrimni deb baqay. Mening fikrim balkim ba'zi bir nuqtalarni to'liqlashga yordam bo'lishi mumkin. Birinchisi, Suriyadagi qarindoshlar masalasida. Buçu meni udulla toşkuğula yalang'achlar udulla gapni qilaman. Meg'ziga tez yetish uchun gapni aylantirmayman. Oldi bilan shu 2009dan keyin vatanda ichilgan Xinjiang yig'inlaridan keyin bizning Sharq Turkistonda va keyin Beyjingda ichildi. Bu Xinjiang yig'inlarida Xitoyning planlarini shu. Bizni bir radikallashtirib onun kendin şu urush bo'layotgan tazeliq Arab bahori 2011dan boshlab qaynagan vaqtlar ashaga gapirib qurbonlik qilish planini tuzgan. Buni Turkiya bilan birga qildi. Buni yo'shirdigan yeri yo'q. Buni hammadan biladi. Ya'ni bu 20-30 ming odam qanda piyoda berib, Malayziyaga berib, u yerdan Türk pasportlarini elib, yoki Turkiya uni apirib Turkiya bilan Suriyaning chegarasidan qanda o'tkazilganligi buni hammasi biladi. Öyle tizig'i saqalni qo'yib Turkiyaga berib, Uyg'urlarni Suriyaga da'vat qilib, hozir saqalni Pakiz qirib etib Norvegiyaga berib, Uyg'uriston cho'lab o'tag'anlarni butun dunyo biladi. İstihbaratlar hammasi biladi. Bu ishlarni birga qildi. Oldi bilan buni tushunaylik. Ya'ni Xitoy bilan Turkiyaning anglashgan kelishgan narsasi Uyg'urlarni aşağı tashlab berib, qora bayroq ko'targan tashkilotlar tashlab berib, dunyoda bizning nimamizni sundurib, haqliq mashruiyatimizni sundurib turib, bizni xalqaro qaroqchilarning bir parcha qilib turib, bu qirg'inchilikni xotirjam qilishdi maqsad. Ammo bu yerda Turkiya planga bo'ysunmagan bir ishi bor Turkiyaning. Turkiya oyoqqa o'tgandan keyin Xitoy bilan kelishgani bo'yicha o tarafga tashlab berib qirg'inni qildi. Ammo Idlibda to'xtab qolgan boshqa Uyg'urlarni to'xtab qolishiga yo'l qo'ydi va ularning saqlanib qolishiga mudahshat aytganda ko'zini yumdi va yordam qildi. Shuning bilan Xitoyning mutaxassislari nima dedi shu vaqtda desanglardimi? Idlibda Uyg'urlar yig'ilib qoldi degan vaqtida Turkiyaning bizga degandan boshqa plani va Turkiyaning niyati buzuq deb Xitoyning tadqiqotchilari Turkiya to'g'riliq qaqshidi. Ya'ni Turkiya bilan Xitoy kelishib turib qildi, ammo Turkiya yerimida o'zining planiga ketdi. Ya'ni ap qoldi. Endi bu u yerda qolib qolgan qarindoshlarning ularga tushadigan vazifa bor. Yoki bo'lmasa ularning o'rinishi kerak bo'lgan shartlar bor. Birinchisi ideologiyasida Xitoydan boshqani dushman ko'rmaslik kerak. Bütün vücudu bilan, bütün yurigi bilan, vatan bilan diniy e'tiqodni birlashtirish kerak. Bizning muqaddas yerimiz vatan. Uningdan boshqa bir yerda ko'zimiz yo'q. Biz bu yerda hozir muhojiratda turib-turyapmiz, ammo bizning ketadigan yerimiz va bizning vatanimiz va degan narsani aniq qilish kerak. Ikkinchisi, Xitoydan boshqa hech qanday dushman tutmaslik kerak o'ziga. Shuarda bo'lsin, eg'izda bo'lsin, hamma narsada. Bu narsalarni qila olsa, bu nimaning, ya'ni men dedim ya, sürgünlük hükümetlerinin sürgünde armiya teşkillash huquqlari va jihnaslar var. O qarindoshlar bu hozir to'ldiradigan bir qancha shartlar va shuni o'rinday olsa, ular boshqa narsa bo'ladi. Ularning g'arbda ularning lobbichiligini qilishning qonuniy asoslari va amaliyati uchun hamda shu yerga shu qarindoshlarimiz tayyor bo'lishi kerak. Endi mencha hozir darslarni chiqadi burunqi biyodi qurbonliklardan ders, hatta 2001'den tatip biyog'da qurbonliklardan darslarni chiqadi. Ularning ichidan ait aqlliq, hatto o'zini yetishtirayotgan bilim bilanmi, aql bilanmi o'zini to'ldirayotgan odamlarmi bor deb o'ylayman. Hatta ba'zi nuqtalarda bu tashkilotlarning, g'arbdagi tashkilotlarning qaytirayotgan inkoslari bilan Idlibdagi qarindoshlarning qaytirayotgan inkosiga qaraganda, Idlibdagi qarindoshlarning saviyasida yuqorilikni bayqaysiz ba'zi bayonotlarda-chu. Hatta ular mag'ribdagilardan yaxshiroq nuqtalar bor ba'zi nuqtalarda. Shuning uchun bu qarindoshlarimizni unda sirtqa unda urib bo'lmaydi, ammo u qarindoshlarimiz cho'qim diqqat qiladigan nuqtalar bor.
Onu dikkat kısa şu yerdeki qeyrindoshlarning mı şu Sharq Turkiston mustaqillik kurushining bir parchasi ekanligida ichiga akirib turib, ularning mu g'arbda nemisni qig'il bo'ldi, lobbichiligini, ya'ni biz bir shaklda ma'amiz deb. Shuning uchun Turkiyani mi hamma ayiblayvermanglar, ular Xitoy bilan ma'qul deb planni boshlagan bilan bir yeriga kelgan vaqtida o'zi boshqa yoqqa tatib ketdi. Yana birisi Turkiya Qozog'istonga o'xshamaydi, Pokistonga o'xshamaydi. Türkiye muşu Xitoyni g'arbda to'siya oladigan Yevrosiyo quruqligidagi eng oxirgi va birdan bir davlat. Xitoyning ta'sirini Iranmi to'siya olmaydi, ammo Turkiya to'siya oladi. Hem Türkiye'nin ming yillik davlatchilik kulturi va tajribasi va bir davlat. Unda jiroqdan kelganlar akilasa, u akilisimi ya o'zining bir plani va akilab birdigan davlatchi. Shuning uchun hozir bir narsaga bek baldur tiqi. Biz faqat tayyorlikni yaxshi qo'y. Bu tayyorlik degan yalğız mı cismani cihetten ya taktik cihetten emas, ruhi cihetten, ideologiya cihetten mi tayyorlik en avval şu yerden başlanışı gerek. Bu birinci nokta. Yani bu neslerge hazır görüngünü boyunca hüküm pişmanla bu baldurluk buludu ve ahırsı da inşallah hayır buldu belki imteki. Mesela bir Xitaymış bir kançı yılını aldı 2017-18'de. Suriye'ye asker evetimiz bu yerdeki bizden devletimiz karşı qaroqchilar bilan biz bir urushimiz deb nim qilib. Men qo'shiq qantim shu vaqtida. Bir avatda o'ynaganlar. Bir ko'zangi anangni bir ko'rsatsin. Chunki ayadikilar amaliy urush nimasida tajriba va hozir qiladi. Bizning o'sha qarindoshlardichu. O Xitoyda tajriba yo'q. Bir urush degan qurol bilan nima bilan bo'lmaydi. Harbiy forma yoki ilg'or qurol bilan bo'lmaydi. Urush degan aldı bilen moral aşını qanchalik xohlaydigini shu urushni, qanchalik tayyorligi ruhiy jihatdan. Bununla bog'liq narsa. Onundan keyin o logistik va boshqa narsalarga bog'liq. Shuning uchun Xitoy bir avatgan bo'lsa, bir 10 ming askarni, bir animanisini bir ko'ziga bir ko'rsatgan bo'lsa, ajadiki qarindoshlar bek yaxshi bo'ladi. Xitoyning butun obrazi aminimizning po'qliq o'tadiqchu. Ama Xitoy kim bilib qoldi va askarlardan u yerda butun rasvo bo'ldi. Shuni ular avatmadi. Shuning uchun bu yerdagi narsani butunlay shar, butunlay nima davlatga bo'lmaydi, butunlay yomon ish bu debchi. Bu yerda diqqat bilan nozik muomala qilishimiz kerak va u yerdagi qarindoshlarimiz diqqat qilgan nuqtalarga, men yuqori tilgan nuqtalarga diqqat qilish kerak. Endi mening deydiganim shu Alloh hamma yerda aman qilsin qarindoshlarni, barliq Sharq Turkistonliklarni dunyoning hamma yerida. Endi bu ikinci temamızda bu billi namoyish qilmamdoq yoki Xitoyga qarshi qavga ishni turimiz deganda mencha biroz tez gap qilib qoldingiz. Men yangi Avstraliyaga kelganda men Avstraliyaga 12-oyning 5-kuni tushdim 2005-yili. 2006-yil 2-oyning 5-kuni, yani aeroplandan tushib 60 kundan keyin men tunji namoyishim chiqdim G'ulji 40-yilining xotirlash namoyishi. Ben şu vaqtida sizdek o'ylaydim. Shu Xitoyga kim qarshi harakat qilsa, men shuni yinda deb. Ammo keyin tushundim ki, masalan, sol tarafdagilarning namoyishga chiqsa, masalan, Sharq Turkiston degan gapni degizmaydi. Mustaqillik degan gapni degizmaydi. Ba'zi yerlarda Solih qarindishimiz chiqqan-ku, voqea mayli jimmi o'tirayli deydigan ajoyib siyosiy nuqtada aytganda siyosiy g'itmak talablari bor bularning-chu. Shunga hazır ikkiga aniq bo'linib biz mustaqillik deymiz, ala avtonomiyachi. Bu narsa aniq, bu vaqtida hamma narsa aniq bo'ladi-ku. Shu arlarni demish to'latmaydiganligi, nemish mustaqillik demaydiganligi hamma narsa tushunishli bo'ladi. Shuning uchun bu ishimizni amaliyotda osonlashtirdi. Uyg'urlarni birlashtiraman degan gap bir narsani unutmanglar. Eng soli bilan eng o'ngni bir yerga akilma, kallisini bir yerga akilma degan gap. Bu bir dasturxonga akilma emas-ku, mingisini bir yerga akilma degan gap. Eng o'ngda kim bor? Masalan, Abduqodir Yapjan akimizdan nimasi, fikrlari bu eng o'ngdagi fikrlar. Endi eng solda kim bor desak, bizning Erkin Tansin var eng solda. Bu ikkisining kallasini bir yerga akilish mumkinmi? Mumkin emas. Shuning uchun Uyg'urlarning ideologiya jihatdan bir gavdiga bir yerga kelishi amaliyotda mumkin emas ish. Unda bo'lganda bizga tanlash qoladi. 50-60 ga parchalanamdiq yo 2 ga parchalanamdiq. Bir yerga kelinmaydi ekanmiz. Unda olsa 50-60-70 ulab parchalanib ketamdiq yoki bo'lmasa
parçalanışının en az türü olan iki parçalanamdı 10 sol olup. Bu mantıklı oldu. On taraftakiler bir yakilerle, soldakiler bir yakip olu demiş ki sözün şunsun, ondakiler biz Şarkı Türkistan yoluğa mağaylı. Yani bunu biz aldın hesaplagaşqa, aşı çıkan birinci günden tatip biz şu 10 sol kılıp bunu parçalaş üçün hep bin vatımız. Mana işiningla eğer sorularımızda avtonomiya deydiganlar ve şu müstakillik deydiganlar siyasi ve ictimai sorular ayrıldıgan bolsak var o. Şunçilik rahatlaydı. Oturuşlarımız ras oludu, ictimai oturuşlar. Siyasi faaliyetlerimiz ras oludu. Pilallaşlar bek önümlük oludu. İcraat kılgandı. Bika adamika putak çıkardıgan adamla bombaydı. İşimiz ravajlanıp gidiyordu. Şunun için bu noktada benim deydiğim şu 10 sol işkiga bölünüp şu 10 özünün yolunda devam kılıp miniş gerek. Küllerinin biri de soldaki bir vicdan azabı çekip vatanını $500'dan çoğun bölüdüğü yeri kelgen vaxtıda olanın yaşları çıkıp o vaxtıda bir bunda paslaşsak olurdu birbirimizle. Paslaşıp mansam. Ben burundun davatıma müstakillik kılış için tötnesi gerek de. Bunun birincisi insan hakları o bu deydiğin yumuşak siyasi talep koyduğallar. Yeni birisi müstakillik deyimiz deydiğin, onundan mürassa yakınmayımız deydiğin kattık siyasi talep koyduğun taraf. O yeni birisi korallık köş. Dördüncüsünü hazır demeyeyim de. Şunun için kıyırındaşlar, əməliyyatda biz biraz anlık bolsak, biraz birbirimizni düşensek, biraz diyalog bolsa oturumuzda əməliyyatda Xitayның qoqaydığı nəsisi aşı. Bir-birisiga pas çıqargan halda yumşak siyasi talep, qattiq siyasi talep ve bırak qattiq kuch üçü bir-birisi bilan pas chiqarib mansa Xitoy mag'lub qila olamiz Xitoyni.